Oğullarınki dehşet hoşuk neçe kızlar var. Aldın kısanda kiyiniş doğruluk süzüldüm. İntayin kolgan kızlar intayin cık boldu. Rahmet. Tıldıqallarımı boldu. Del durumlardan netisi boldu. Vaxtınlar sırap kılmanlar. Benim kallarım kırıp çıkmaydı hocam. Resmi üzanlarının vaxtını sırap kılsılar cuma. Emsin gepki keldik. Birinci qanday sanlar peti kızlar. Peti desem, ma upalı çatak gelcuma. Kızvalık pul kayıcısı kalmam. O kayıcılayımız kan. Kayıcılayımız o pul degen ne? Lekin emdi biz qanday kızlarga numarını belki yuqur beriytimiz. Perişti o dep kitimiz degen vaqtida meslengen yo'qiga chiqdik. Tamaq yeyishimiz shunday o. Tamoqning pulini o'g'il to'laydi. To'g'ri bu. Men mana shunaqa qilaman azaldan-chu. To'lab aytgandan ba'zi vaqtda perishtidek qizlar bor. Kino ko'ramsiz dedi. Mayli, mana yangi kinolar bor, shuni ko'ramdik deb. Deyishimiz kinoxonaga borgan qarasang pul to'lab aytgan. Pul to'lab aytgan. Ayatki pul muhim emas, sadagan ketay. Meni o'lishibdi deyman. Meni o'lishibdi, maquzal haqiqiy. Ma hozirgi zamonga mos keladigan to'li nushin deymiz. Oshta qiz olgan maquzala. Uyo, debchu numarni kom qetitimiz. Yana birisi yuriyotganlarda muhabbatlar arsilbek bo'ladi. Aşk meşklar bayrami deb bayramiz bor. Bu bayram endi o'g'illar qizvalli qilib bir narsa beradigan bayram bu qilay dedi, lekin ismi buning aşk bilan mashq ikki odamning bayrami. Perishtidek qizlar bor, perishtidek. Muşundaq aşk mashq bayramlarda o'g'il do'stona yasab turgan qizlar. O'g'il olmay turdi. Qizvalma mesela qimmat bu yerga chuqum 5 pullik narsa e'lon qilgan emas. Bir ta gul apirib qana o'g'illig'imi. Ko'zdan yosh chiqdi juma oladi, naq maydon bo'ldi. Tigamsiz deb qiladi. Ya mo'nda qizlar menimcha bo'lganda perishta. Ananiki ma ikkinchi o'tsak, mushning ta'tursida asimni deydigan. Chiqamasam deydigan. Men ashu Disney'den tushib qolgan, yutib ketib qolgan eliqida gungjular hammasi men o'ydaydi. Men chiqamayman deydigan bu xil qizlarmi bor. Qurtdek qizlarmi bor. Yo'q emas, o'zinglar qizlar. Bo'libmi? Qo'ng'a 4-5 o'g'abalni savab ya jumaydi sadagan ketaylik bichar o'g'abal bilan gipin aniq etmaydi. Eliq o'g'ambali ash mashq emas, muhabbat emas, lekin ikkinchi ayning 14-i bir narsa berdi. Nimishqa qizlar 4-ikkinchi ayningki 13-chi ga qildi-chu. Mening muhabbatimninki o do'stimning muhabbati ondan narsa o'piribdi, ondan manda deb men qilmamsa degandek bir ishlan qildi. Oltin zanjir u buni hamma oladi, lekin bir qo'lning uchun tutqizay yoki bo'lmasa bir yurib qalay menga ya bo'lmasa qat'iy xalimgan bo'lsa bo'ldi, qilmam bu narsani. Men sizlar yurdigan qat'iy bir esdashligim ya bo'lmasa bir muhabbat bo'lmaydi sizga qarta deb etmaydi. Siz jo'xan unda yumay qarang, to'y qilaman demay dada tuting. Dada. Bu ju ashta sizgalarni ilk munosabat o'rnatmay, pulli bir odamni dada deymiz. Dadangiz yashinib qolganda o'rniga yoshroqdan birini sallayjimi? Sadagan ketay. Mushtaq qildi. Endi uchinchisi o'tsak, yana qanday qizlar deganda, bejam eliqi bir o'zininki holiga baxmay bir o'g'illarning red qilishni oqsoqlik deb bildigan. Bir hikoya var mıydı? Bir hikoya var. Mening bir og'inam bor-da, bir o'yin qilib ber qoldik. Bir qiz bola va endi biz o'simizroq bir qiz bola endi bu. Va lekin bu og'inamdan ko'z tushib ba'zi bo'ladi. Intayin adablik, araqmi ishmigan, shu chashbashlarimi joyida bu og'inamniki chiroy endi sal boshqalar qaraganda ko'rimsizroq endi. Bu aniq deymiz buni. Berib dedi, "Ay yaxshimsiz, tunishib qolsa qo'ptika, bir pal usulga tarsam bo'lamdi" dedi. Degende yılıq kız valla çokum körüp bakkansılar. Sen kızın ağzından düşmeydi kandan. Mağda otamsız? Tova. Bir ayna karıyıp bir ağlamız karta anaki kız valla gel kılamcı mı? Dedi inip gitti yılıq. İşçi gütek gitti de biz bunda kızlar kılık bir kıl. Önümde ise ondan mı? Oğan balının kıldığan şey emez. Kız valladan sokuş. Lekin ben tokup bakayım. Üzanlar kızlar ben tıldamayım ben. Lekin caylaşka amrakçıymış dedemden. Şununla men badimda, men uçaqlarımda yaşırak vaqtim hem çeste Irak sadagan ketay, üzem maqtığını memez berip dedim. Yaxshimsiz? İşte bir payda tansiz chiqdi, az tansiyon saq bo'lamdi. İbadet qilib qarishib ketdik deb, kulib dedim de. Desem, bo'ldi deb. Da chiqdi. Chiqqanda shunlarımda tutumizda tutiblar. Qibla. Voy bo'ldi, kilaqtim o'ynayli dedim. Oy, nim bo'ldi? Nim bo'ldi bir narsa bo'ldimi? Deganda, yo'q bir xil tapirab ketibsiz. Qo'ltingiz bir narsa chashmaganmi deb tikib etdim.
İşçiden ketdi ya kız bala. İşçiden tuluq ketdi, o birine tötkütüm kirip çıktı, uqtum ben somkasını hep kirip ketdi. Ettim buluşuq çeşdi ya kız bala. Bir ömür işçiden ketmeydi o iş. Xuddi mening ağaynam o'xshash. Mening demoqchi o'g'lim nima desangiz, Sadiqan ketay, bu oqsoqlik o'zingizniki bedanda bo'lish kerak narsa hamda bu. Lekin xalqning ko'ngliga ozor berib turib, o ko'rdingmi do'stlarga, munda turasiz deyishning o'rni yo'q. Agar meni ağaynam o'xshash bo'lqolmay desanglar, Sadiqan ketay, mushudan qizlayliqdek oqsoqlik qolmasin desanglar, ma chapan aytganlar. E'lonmi shu, e'lon. Ey, Sadiq aka 60 necha ko'ybak azanka, ne pis qaray, besat oqsog'imi, isranligi bumba, nurg'ul odamlar kiyib ketdi-ku. Qiz do'stinglarga pesanglarni buldi, qizlarning kimba, bes kichqirib qo'ydim, Kilaksanda nimani tutib o'qilimiz degan chung'ani. Apangiz dadangiz avval pesangiz bo'g'dek gaplarni deb bermoqchiman. Yordam qo'ydim yoshlar uchun, Xo'sh.